Assalomu alaykum inson. Mana bugun ko'pli polga datchik o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Bizda mana bunday sensorli datchik olib kelindi. Buni orqasi oddiy termoregulyator kabi bo'ladi. Bu sensorlik. Sensor ko'pli polga ulanadi. Mana datchikni orqasiga qaraydigan bo'lsak, L1 hamda N1 bor. Bu ikkalasi ko'pli pol va undan keyin LM bor, u faza 0 ulanadi. Va mana bu chetida bo'lsa, bu datchik ulanadi. Mana ulaymiz, faza 0 ulaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, datchik faza 0 ko'pli pol. Juda ham oddiy. Faza ko'pli pol datchik. Shunday qatiramiz va joyiga o'rnatib qo'yamiz. Xohlasa hammasi joyida ishlayapti va bularni bemalol nastroyka qilib ishlatishingiz mumkin.